Basmala TV hamda Rauf Nabiyev taqdim etadi. Ushbu film Qur'on oyatlari asosida suratga olingan. Bismillahirrohmanirrohim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون Odamlarga hisobot kunlari, qiyomat yaqinlashib qoldi. Ular hanuz g'aflatda, iymon va amaldan yuz o'giruvchidirlar. Ularga Parvardigorlari tomonidan biror yangi eslatma, oyat kelsa, uni albatta o'ynab, masxaralab turib tinglaydilar. Dillari esa g'ofildir. Menga nima bo'lyapti? Bu tushni ta'biri nima? Namoz o'qisammikin? Namoz o'qishni bilmasam, Filmda shayton obrazi badiiy to'qimi asosida yaratilgan. Juda charchabsan, ancha toniqibsan. Sen uxlab orom olishing kerak. Uxla, uxla. Hali ibodatga ulgurasan. Uxla. Alo. O'rtoq, biz kelib qoldik. Tayyor bo'ptir. O'zinglar boraveringlar, men charchabman. Nima? Charchabsan? Bosh qotirmay tez bo'lchi. Kecha ko'payib ketibdi. Boshim og'riyapti. Mazam yo'q. Bora olmayman. Bahonang o'tmaydi. Kecha so'z bergansan-a? Yoki nima? Unutdingmi? Bor tezchi. Bo'pti, hozir tushaman.
Tavba. Kecha o'zi ham zo'r o'yin bo'ldi-da. Ha, uxlamasdan ko'rding. O'rasamchi. Ko'radigan o'yin. Va nihoyat. Zo'r bolalar sal kech qoldi. Aralashtirish shunaqa bo'ladi. Chempion va bu qani qaraysan. Qalaysan jigar? Nima gap? Qalaysan? Ko'rinishing zo'r. Assalomu Alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Sog'lig'ing yaxshimi? Ha, qo'yver. Xo'sh, maqturmiz. Nima qilamiz? Ketdingmi? Ketdi. Yo'q, o'zingga bo'ladi. Qotib qolma yo'lda. Hayda aravangni. Yaxshi jigar. Jamol otinidan qo'rqib chiqmadi. Otinni zo'r baribir, ha? Sana mundoq gapirsen-chi. Ko'pir aka, gazni bosing. O'rta, sizlar olmaganimiz yomon bo'ldi-da. Nima? Oramizda baribir yo'lda turib oldi. Mayli, endi kafalar Oho. Shahardagi hamma qarshi o'tdi ekan-ku. Tog'i havosi zo'rda. Shohona-ku, shohona. Qani, ol narsalaring. Hozir. Mana Ye gap yo'q lekin, dachamisan, dacha ekan. Kim topdi buni? Manda, akasi bilasan. Jigarim gap yo'q. Malades og'ayni. U oldin ham Malades. Dachaga mosini olib oldingmi? Ma'ruf bosh og'rig'ini esdan chiqazadi. Yodi tursa hayotdagi muammolarni ham esdan chiqaradi. Yo'q. Yana ichkilikmi? Yana boshladinglarmi bolalar? O'zi 5 yil deganda endi ko'rishgan bo'lsak. Ey, kursosh. Sen qanaqa bolasan, ha? Umuman o'zgarmabsan. 10 yil oldin ham mana shunaqa eding. Sen bilan biron joyga chiqib bo'ladimi o'zi? Yana domlalik qo'ysanmi? Qo'y endi oyni. Nima? Islom dinida dam olishga ruxsat yo'q deb qo'yilganmi? To'g'ri savol. Dam olishga ruxsat bor. Faqat maishatga emas. Kerak bo'lsa do'stlar bilan o'tkazilgan har bir vaqt bu savobdir. Unda gap bundoq. Ha. Sen biz bilan o'tirib olib, savoblaringni olib ol. Hammamiz rozimiz. Maishatni bizga qo'yib ber. To'g'rimi? To'g'rimi? Ko'p. Yo'q. Sizlar Sarvar bilan bozorlikni olinglar. Bo'pti, yur, Biz ichkarida bo'lamiz. Mayli, siqilma. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mayli bo'pti. Qani yuravering. Bu sovuni qilib olish kerak-a, bolalar? Boraman. Yur. Yomonlashlar gapni. Zo'r joy ekan. Vaqti zo'r. Zo'r. Qani, oling. Chaqir bolalar. Ana oldik. Ey Xudo, menga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni o'zing ko'rsat. Axir ko'rib turibsan-ku. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
Mendagi qanaqa hissiyot o'zi? Nega o'zimni bunaqa his qilyapman? Nega? Tushunarsiz holat. Mayli boring, bola ham kutib qolishgandir. Sen ne geçmeyapsan? Ne içeyapman? Filmda shayton obrazi badiiy to'qima asosida yaratilgan. Qani. Nahotki umrimning mazmuni shu bo'lsa, nahotki umrim shu holatda o'tib ketsa, axir shunday yashash uchun yaratilmaganmiz-ku. Nega bu bola o'zgarib qoldi? Bunga nima sabab bo'lmoqda? Yo'q. Aslo. Aslo. Ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanavvul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. U sizlarni faqatgina yomonlik va buzuqlikka va Alloh sha'niga o'zingiz bilmagan narsalarni gapirishingizga buyuradi. Bo'lmasa, eng yaqin do'stlarim xuddi begonadek ko'rinmoqda. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. الله أكبر. Allohu akbar. Ma'ruf, do'stim, senga nima bo'ldi? Qalbimda o'zgarish bo'ldi. O'zim ham tushunmayapman shuni. Tushuntiribroq gapir. Tush ko'ribman. Tushimda qiyomat yaqinlashyapti. Insoniyat hanuz g'aflatda deb aytildi. Juda qo'rqib ketyapman. Mashalloh, mashalloh do'stim. Sen hozir men o'qigan oyatni ma'nosini aytyapsan-ku. Qani yur, yur. O'tiraylik. Mana qara. Tafsiri Hilolda tafsiri bor. Anbiyo surasi 1-2 oyatlar. Eshit. Odamlarga hisobot. Qiyomat kuni yaqinlashib qoldi. Ular hanuz g'aflatda.
iymon va amaldan yuz o'giruvchidirlar. Ularga Robbilaridan yangi eslatma oyat kelsa, uni albatta masxaralab, o'ynab tinglarlar. Dillari esa g'ofildir. Do'stim, Alloh seni tanlabdi. Qalbingdagi o'zgarish hidoyatdir. Eshityapsanmi, do'stim? Men tavba qildim. Alloh meni kechirarmikin? Gunohlarim ko'p, bilasan, o'rtoq. Unda ertadan menga namoz o'qishni o'rgatasanmi? Ertadan? Bugundanoq. Hoziroq boshlashimiz kerak. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi? Buni Alloh biladi. Voy, meni qadrdonlarim so'tdek-ku. Bo'ldi, o'tirmasdan ko'dek qilamizmi? Ko'dek qilamiz. Bori. Nima qilib o'tiribsan-la? Ketib cho'milamiz. Ma'ruf. Senga nima bo'ldi? Ichmayapsan, chakmayapsan, bizga qo'shilmayapsan. Gapir. O'rtoq, men shukurimman. Ibodatsiz bo'lib. To'xta. Menchi bunaqa narsalarga o'pshim ishonmayman. Ana ibodatni-chi, sochimga oq tushganda. Pensiyaga chiqqanda qilamiz masjidda. Sarvar, bularga namuj yopishib olding. Bular mana o'pshim. Voy, bularni. Yur. Qani tur, ketdik. Ma'rufchi. Xo'sh. Tush ko'ribdi. Ha, tushmi? Voy, ko'ribdi, Ma'ruf. Undan ko'ra cho'milamiz. Sizga ham ishonadimi, ha? Chaynarding. Ana ko'rdingmi? Ularga biron oyat o'qilsa, ular uni o'ynab, masxaralab tinglarlar deb ana shularga aytilgan. Mayli. Do'stim, sen uchun juda ham xursandman. Xo'sh, nima qilamiz? Chiqamizmi? Yur do'stim. O'zingga shukr. Qo'lingga qara bor kiyimingni mazza qilyapman. Cho'milish ko'rsatib qo'yaman. Yechinib ol. Ahvolda ham cho'miladimi? Men yechinmasdan qanday tashlaverman. Tashamaysan. Yo'q, tashamaysan. Yo'q. Tashamaysan. Qotib qo'ygan. Qaralaringga. Aralashtirgandan keyin qayoqqa? Bitarman, o'rtoq. Nima bo'ldi? Tezroq bo'l. Nima bo'ldi senga? Plazga berlaring, ular ichmagan, banditlarga borishadi. Qani bo'la qol. Bilmasalaring-chi. Tezroq. Tezroq qo'l bor, tezroq. Ishga oyog'idan ushla. Qani bo'l. Bizga gapirishmoqda. O'tingga kel. O'tingga kelsang, Ma'ruf. O'tingni yig'ib ol. Xudoyim, qayoqdan sakradi? Sarvar, o'rtoq, ko'zingni och. Nahotki shu holatingda o'lsang. Axir Allohga nima deb javob berasan? Nahot o'lim biz o'ylagandan ham yaqin bo'lsa. Yo Robbim, tavba qildim.
kechir. Umrim maishat o'tdi. Imkon ber. Jonimni olma. Tavba qildim. Mani kechir. Besho'ram sajdaga tegmadi. Xatolarimni to'g'rilashga imkon ber. Ma'ruf, yaxshimisan? Ey Xudoyim. أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Siz gunohlaringiz uchun tavba qildingizmi? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.